oxirgi ikkita raqamni topishda oson usulini tushuntirib beraman sizlarga. Bu yerda ikkita qoida bor, bir qoidasi bor. Keyin 24 qoidasi bor. Agar sonlar 1 bilan tugaydigan son bo'lsa, uni darajasida istalgan son berilgan bo'lsa, masalan 576. Bunda oxirgi ikkita raqamni topayotganda mana bu 1 dan oldingi sonimizni darajani oxirgi raqamiga ko'paytirib, masalan 8 kira 48 bo'ladi. Shuni 8 ni yozamiz, ikkinchi sonni yozdik, birini ko'chirib qo'yamiz. Nokta. Demak, bu sonimiz 81 bilan tugaygan. Xo'p, endi 24 qoidasida 24 bilan tugaydigan soni darajasi juft bo'ladigan bo'lsa, bu 76 soni bilan tugaygan. Agar 24 bilan tugaydigan soni darajasi top bo'ladigan bo'lsa, bu 24 soni bilan tugaygan. Buni misol. Agar bizga 241 darajasida 273 beriladigan bo'lsa, buni 4 ni 3 ga ko'paytirib 3 kira 4 12 bo'ladi. Nokta 2 bilan keyin oxirisi 1 bilan tugayapti. Demak, bu 21 bilan tugaygan. Endi bundan tashqari faqat bir emas, bizlarga 9 bilan bog'liq bo'lgan misollar berilishi mumkin. Masalan, 29 darajasida 270 bo'lsin bizlarga. Endi buni bizlar nokta 29 da bizlar yozishimiz mumkin. 29 ning ikkinchi darajasining 135 darajasi desak bo'ladi. 29 kvadrat 841 bo'ladi. Keyin 841 darajasida 135 bo'lsa, birdan oldingi son 4 ni 5 ga ko'paytirsak 20 bo'ladi. 20 ni 0 ni bu yerga yozib, 1 ni ko'chirib qo'yamiz. Demak, bu 01 soni bilan tugaygan. Endi bir qoidasini 1 ga nisbatan, 3 ga nisbatan, 7 ga nisbatan, 9 ga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Chunki darajalari 9 ga boradi. 9 ni biz 81 ga keltirishimiz mumkin. 7 ni kvadrati 49, 9 yana kvadrat ko'tarib 81 ga keltirish, oxiri 1 ga keltirsak bo'ladi. 9 da kvadrat ko'tarib 1 ga keltirsak bo'ladi. Buni misolini ko'rsataman. Endi 24 qoidasini 2 ga, 4 ga, 8 ga nisbatan ishlatsak bo'ladi. Chunki 4 degani bu 2 ning ikkinchi darajasi, 8 degani 2 ning 3-darajasiga mos keladi. Endi misol uchun bizlarga bitta misol berilgan bo'lsa, 4 bilan tugaydigan sonni darajasi masalan 1000 bo'lsa, osonroq topish uchun buni 2 ni darajasiga keltirsak, 2 ni 2000-chi darajasiga mos keladi. Yoki buni yana yozsak bo'ladi. Nokta. 2 ni 10-chi darajasining 2-chi darajasi desak bo'ladi. 2 ni 10-chi darajasi tabiiy 1024 ga teng. Bu 24 bilan tugaydigan son darajasida 2 ga mos kelyapti. Endi 24 sonini juft darajasiga qaraymiz, 76 bilan tugayapti. Demak, bu 76 bilan tugaydigan son ekan deb birdan chiqarsak bo'ladi.